nima edi? Ispaniya garnitur. O'zbekistonda yangilik, hurmatli obunachilar. Bugungi videomizda sizlarga Optim birinchi qo'l ishlab chiqadigan joydan Ispaniya garniturlarida do'stlar narxini chiqarish uchun biz har doimda Andijonda Aramax Mebel yetganmiz do'stlar. Biz hozirgi kunda showroomlardamiz do'stlar. Mana bu yerda har xil turda, har xil fasonda arzoni ham bor, qimmati ham bor do'stlar. Domlar uchun, hovlilar uchun hamda endigina uylanmoqchi bo'lganlar uchun ham mana shu videoni jo'natib qo'yasizlar. Do'stlar, mana shu ko'p turgan komplektlarni yangilik model bo'lar ekan, yangicha fason desa ham bo'laveradi do'stlar. Bitta hamma bo'lsa, yonida ikkita chirog'i, soatlar bilan birgalikda bo'ladi. Eng asosiysi do'stlar, bularni o'chirib, yoqsalar ham bo'ladi. Soatini ham o'zgartirsalar ham bo'laveradi do'stlar, knop yordamida. Buni yaxshi tomoni bo'lsa, qaranglar. Ikkita tumbasi, bitta trimosi, ikkita отдельный shkafi, ya'ni mana shular bilan komplekt holatda bo'ladi va qo'yanlardan ko'ra buni farqi do'stlar, o'zini yana bitta maxsus sondiqchasi bilan birga bo'ladi. Mabodo qish kiyimlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol qo'yib qo'ysanlar ham bo'ladi. Endi do'stlar, qaranglar, tepalari ham yumshoq materialli bo'ladi, bemalol qo'yib qo'ysanlar ham bo'ladi yoki bo'lmasa ham do'stlar, domga olmoqchi bo'lgan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, shuni ko'taradigan bo'lsa, do'stlar, o'zini bu yerda pilsoskasi bo'ladi, ko'tarib turadi, ya'ni sondig'i bilan birgalikda bo'ladi do'stlar. Domda bilasizlar, ko'p joyda sharoit bo'ladi yoki bo'lmasa shkafda joylar yetmay qoladi. Shuning uchun qishki narsalar yoki bo'lmasa yozgi narsalar yoki kompot mabotlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol qo'yib qo'ysanlar ham bo'laveradi do'stlar. Eng asosiysi ortopedik material bo'ladi do'stlar. 3 yilgacha garantiya beradigandan bo'ladi do'stlar. Bemalol yana yopib turib, ustiga chiqib qo'ysanlar ham bo'laveradi do'stlar. Yana buni joyiga qaytarib qo'yib turib, bemalol olsalar ham bo'laveradi. Eng asosiysi bu tomonlari aynakli, juda chiroyli holatda bo'lgan, eshiklari ham vakuum shanelli, qo'lni qismaydi xondan bo'ladi do'stlar. Mana bu yerda yana yumshoq materiallar ham qo'yib qo'ygan, ovoz chiqmasi uchun tilla tanchalarni bemalol yashasalar qo'ysalar ham bo'laveradi. Shkaflari ham bor. Bu yerda yana Samsung qiladigan narsalarni bemalol qo'yib qo'ysalar ham bo'laveradi. Aynaklari ham sariq, undan tashqari gulli aynalar bo'lgan. Bu yerda knopkasi bor. Bitta SS yonadi. Soatini ham shunday SS soatigacha ko'rsatib turadigan bo'ladi do'stlar. Qo'shimcha o'z jihoz juda chiroyli dizaynda ishlab qo'yilgan do'stlar. G'aladonlari ham o'z jihoz juda boshqacha qilib ishlangan do'stlar. Buni narxiga keladigan bo'lsa, narxi atiga $1000 chiqyapti ekan do'stlar. Mana bularni ham bonus sifatida qo'shib berishadi do'stlar. Chiroqlar yonida ham bo'ladi, olib borib ustanovkasi vodiy bo'ylab mutlaqo bepul bo'ladi mana shu aytilgan narxlarda ichida. Undan tashqarida do'stlar, ushtalik, ya'ni bu tomonga taklaydigan addini, bu tomonga esa ilinadigan kuyov bolalar uchun addini bo'ladi. Bu tomonda ochadigan bo'lsa, yana ochiladigan. Bu tomonga shimlarini yoki bo'lmasa boshqa narsalarni bemalol ilib qo'ysalar ham bo'laverar ekan, juda chiroyli holatda ishlangan. Oshxonalari ham o'ziga xos, ya'ni vakuumli, qo'lni qismaydigan, qattiq yopadigan bo'lsa, o'zi sekin astalik bilan yopiladigan bo'ladi. Bu tomon esa kelinlar uchun mo'ljallangan bo'ladi, ya'ni uzunroq bo'ladi do'stlar. Undan tashqari sefi ham o'ziga addini qilingan do'stlar. Mana shunday holatda bunday ko'taradigan bo'lsangiz ochiladi. Bu yerga ham tilla tanchalar bemalol qo'yib qo'ysanlar bo'ladi. Yana qutlab turib bemalol narsalar ham bo'ladigan bo'lsa, ilib netishda imkoniyatlar bo'ladi do'stlar. Mana shu ko'p turgan komplektlarni atiga $1000 evaziga vodiy bo'ladi, dastlabki mutlaqo bepul O'zbekiston qo'ygan joylarga kelishgan holatda bo'ladi. Endi sal arzonroqdan keladigan bo'lsa, do'stlar, mana bu variantimiz bor. Buni narxi keladigan bo'lsa $750. Buni ham chiroqlari, lyustralar o'z jihoz. Buni adashmayotgan bo'lsa 3 xil tarzda sveti yonadi do'stlar. Oq, sariq, ko'k shunday holatda yonadi do'stlar. Materiallar ham juda ham yumshoq materiallar ishlangan. Asosiysi oyoqdagi ham mana bu yerlar ham material bo'lgan do'stlar. Bemalol oyoqdagi mo'mboda oyoqlarni tegadigan bo'lsa, og'ir tegmaydigan bo'ladi. Buni ham matraslarga 3 yilgacha garantiya berishadi. Undan tashqari esa mana bu yerda materiallari bor do'stlar. Ya'ni ranglarni xohlagan turlardan ranglardan bemalol tanlashlar imkoniyatlari bo'ladi do'stlar. Oq, sariq, ko'k farqi yo'q do'stlar. Xohlaganingdan yasab berishadi do'stlar. Buni ikkita trimosi, yasanadi xona hamda bitta shkafi mana shu polni komplekt holatda bo'ladi. O'rtalarga aynaklar qilishgan do'stlar. Bu yerda kiyimlar taklanadigan joy, ikkita tomoni iladigan. Bu yerda ham seflar bilan birgalikda bo'ladi do'stlar. Vakuumli, bemalol eshiklarni yopsalar ham bo'laveradi do'stlar. Buni narxiga keladigan bo'lsa $750. Orqalari mana shunday holatda, juda chiroyli holatda ishlab qo'yilgan. Hatto o'tgandaqa birinchi qo'l Optim ishlab chiqadigan joydamiz. Endi $1050 esa do'stlar, mana bunaqangi juda chiroyli holatda variantimiz bor. Chiroqlarni ham do'stlar o'zini pulti bo'ladi. Bittasini ham ponni o'chadi. Xohlagan joylarini, xohlagan paytlarni yoqib qo'yishning imkoniyatlari bo'ladi do'stlar. Bunda ikkita tomonda soati, chirog'i, undan tashqari o'ziga xos ishlangan dizaynli mana shunaqa yasanadigan joylar va hozirgi kunda trendda bo'layotgan aynaga bilan birga bo'ladi. Shuni ochadigan bo'lsangiz, narsalarni qo'yib qo'yadi. Dekorativniy narsalar ham bo'ladigan bo'lsa, bemalol qo'yib qo'ysanlar ham bo'laveradi. Buni ham vakuum shanelli bo'ladi. Buning narxi
atiga 1050 dollar bo'ladi. So'mda taxminan 11 million so'mdan sal qimmatroq atrofi yo 12 million so'm atrofida chiqadi. Bilganlar bo'ladigan bo'lsa, kommentar yozib qoldiringlar do'stlar. Xo'p, endi undan tashqari bir chili ham bor. Rosa trendga chiqqan o'sha panda fasonimiz ham bor do'stlar. Buni narxi 650 dollar ekan. Narx hali ham o'zgarmagan. Sifat o'sha narxlarda. Rangini qizig'i yo'q. Narxi o'sha narxlarda bir xilda ketaveradi do'stlar. Endi sal qimmatrog'i, ya'ni 50 dollar qimmatrog'iga boshqacharoq variantlar bor do'stlar. Bu yerlar matli fasonda bo'lgan. Eng asosiysi bunda knopkalari bor. Mana shu chiroqlarni yoqib o'chirsalar ham bo'laveradi do'stlar. Xo'p, buni narxi 700 dollar ekan do'stlar. Buni ham ikkita tomonlama ortopedik materiallar bilan birga jihozlangan. Bitta tumbasi mashina holatda, buni ham aynalar yonib o'chida xondan bo'ladi. Mana bu yerlarda knopkalar bor. Bu hozir ulanmagan variant ekan do'stlar. Mana bu yerlari yumshoq materiallarda bo'lgan do'stlar. Xo'p, bu tomonlari ham aynali shunday holatda ochilib yopiladigan bo'ladi do'stlar. Buni narxi 700 dollar ekan. Xo'p, endi bu tomon yotadigan bo'lsa, o'sha trendda bo'layotgan 1050 dollarga boshqa blogerlar chiqaradi. Esingizda bo'lsa, casual fason deyshadi. Xuddi ana shu casual fasonimiz bo'ladi. Nima deydi xo'sa, hali urganda svet o'chib yonida xon deb turib, albatta hazil toifasida chiqarish ham buni ham pullari bor do'stlar. Shuni o'chirib yoqsalar ham bo'ladi. Buni narxi 1050 dollar ham do'stlar. Komplektda xuddi shu ko'rib turgan komplektni полный qo'shib beriladi. Aytayotgandek, vodiy bo'ylab hovli uylargacha dastavkalar mutlaqo bepul. Etajlar bo'ladigan bo'lsa, kelishgan holatda bo'ladi. Endi bu fasonimiz bor do'stlar. Buni narxi esa adashmayotgan bo'lsam 750 dollar edi. 750 dollarga mana shu ko'rib turgan fasonlar bemalol olsalar bo'ladi. Buniki faqatgina ruchnoy holatda svetini o'chirib yoqish imkoniyatlari bo'ladi do'stlar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda ekranda nomerni qoldirganmiz. Soqqanimiz kanaldan oldim deydigan bo'lsangiz, chiroq narxlarda kelishgan holatda qilishga qaranglar do'stlar. Buni ham mana shunaqangi yaxshini sefa bo'ladi do'stlar. Bunday ko'taradigan bo'lsangiz, joylari seroq holatda bo'ladi do'stlar. Bemalol aloqaga chiqaverasiz. Zakaz uchun ekran nomeri aloqasi soqqan bossam oldim, admasdan desangiz, chiroq narxlarda kelishgan holatda qilib berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.